uyni S shaklda qurishgan ekan. Ketosh chekkadan boshlab bu yoqqacha kelaveradi. Vassani qoqib berishgan, tayyor qilib. Usta akalar kelib, mana materiallarni chiroyli qilib solishib, lombozga tayyor qilib qo'yishgan. Xudo xohlasa, naryoqdan quyib kelishyapti, ko'rsatib o'tdi. Mana bu tarafdan quyib kelishadi. Va bu tarafni ham tugatib berishadi. Mana akalar. Akalar, uyni qurib bitkazgandan keyin eng asosiy qismi tomga lomboz qilish bo'ladi. Ko'pchilik o'ylanadi, loydan lomboz qilganim yaxshimi yoki penadanmi? Buni hozir sizlarga afzallik hamda qulayliklari, narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Hozirgi manzilimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumanidan bo'ladi. Mana ustakalarimiz ishni endi boshlagan holatida sizlarga qisqacha hisob-kitoblarini qilib chiqarib beramiz. Ustaka hormang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Rahmat aka sizga. Kimsiz? Xo'p, ustaka, bu yerga necha kvadratga penadan lomboz qilib beryapsizlar? Xo'p, bu yerga 180 kvadratga 5 santimetrdan lomboz qilib beryapmiz. Aha. Xo'p, buni 5 santimetrligi qanaqa bilishdi? Misol uchun ko'pchilik qanaqa bilasizlar desa, xo'p, mana shu rekamiz hozir 5 santimetr. Endi quyishni boshladik. Buni xudo xolisi to'ldirib, ustidan yana bir 5 dan ko'ra qalinroq qilib beramiz. 5 santimetrimiz 35 ming so'm, 7 santimetrimiz 45 ming so'm. Xuddi shunaqa mana tagiga soladigan materiallari ham o'zimizdan. Bizga vassa qoqilgan zarduvol xuddi shunaqa 2 qator, 3 qator balandlikda bo'lsa, shuni ustiga biz materialni solib, penani bosib beramiz chiroyli qilib. Aha. O'sha material ham narxlarning ichida bo'ladi. Hamma yo'g'i ichida. Uyda egasidan faqat svet, tok, bolalarga obed. Aha. Buni loydan afzalligi bu yorilmaydi. Mana hozir quydik, mana sifati ancha yaxshi. Aha. Xo'p, buni necha xil nimasi bor santimetri? Aytaylik 5 santimetr, qalinroq qilmoqchi bo'lganlar bo'ladi. 5 santimetrdan boshlanadi. 5 santimetr, 7 santimetr, 10 santimetrgacha. Aha. Narxlari qanaqa? Xo'p, narxlariga kelsak 35 ming so'm 5 santimetr, 7 santimetr 45 ming so'm, 10 santimetr 70 ming so'm. Hamma mahsulotlari o'zimizdan. Aha. Ha, o'sha narx ichida hamma gipslarni, semenlarni o'zingiz olib kelasiz. Hamma yo'qda o'zimiz olib kelamiz. Juda yaxshi. Xo'p, endi buni afzallik tomoni qishda issiq, yozda salqin qilib issiq sovuqni ushlab beradi. Aha. Juda yaxshi. Xo'p, garantiyasi qanaqa bo'ladi? Ko'pchilik shunga qiziqadi aka. Garantiyasi misol uchun 5 santimetr quysa, endi ustida ja ko'p yurmash kerak. Aha. Endi postoyanali g'o'zapoy olib chiqib, bo'lmasam o'tin shoq olib chiqib, unaqaga qiladigan bo'lsa 7 santimetrlar qulay bo'ladi. Qalinroq qilaverish. Qalinroq qilaverish kerak. Endi agar manaqa bo'lib ustida odam yurmaydigan bo'lsa, 5 santimetr ham ancha issiq sovuqni ushlab beraveradi. Aha, juda yaxshi. Akalar, mana tomni ob'yemi ancha katta ekan. Hozir imkon qadar ko'rsatib beramiz. Bunaqasiga aylanasiga S shaklda tom tushgan. Endi ish jarayonini boshlashyapti. Endi bu yerda dogovor bo'lgan. 5 santimetrlikka dogovor bo'lgan ekan. Menimcha odam ham uncha chiqmasa kerak bu tomga. Endi xohlovchilarga loy bosishni tavsiya qilamiz, xohlovchilarga penadan lomboz qilishni tavsiya qilamiz. Kimga qaysi ma'qul kelsa akalar. Qulayliklarini usta akamiz aytib o'tib ketdi. Birinchi navbatda yengil bo'ladi akalar. Ikkinchi navbatda yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Komfort bo'ladi, teshiklari qolmaydi. Mana sichqonlar oralamaydi, qurt-qumursqa oralamaydi akalar. Shu taraflari qulay bo'ladi. Eng muhimi o'sha aytganimdek yengil bo'ladi loydan ko'ra. Keyin mana usta akalarimiz shuncha kvadratni qanchada bitkazib berasizlar? Xudo xolasa bugungacha kechroq boshlab qoldik. To'k svet yo'q bo'lib qoldi, to'k suv yo'q bo'lib qoldi. Hozir endi 5 ta bayda yana suv o'chib qolar ekan, ertaga xudo xolasa soat 2-3 larga tugatamiz. Agar o'chmay tursa, bir kunda tugatamiz xudo xolasa. Bir kunda tugatib berasizlar, noldan. Bir kunda tugatamiz. Hozir mana mashq holati ham 3 santimetrlik joyi ham meni bemalol ko'taryapti. Hali qatmagan holati bu. Yo'q, hali qatmagan holat. Mana rekani bu yog'i ham ko'rinib turibdi. 2 santimetr, 3 santimetr quyildi xolos. Juda yaxshi. Standart qilib 5 quyaman degan taqdirda ham ba'zi joyiga 5 tushadi akalar, ba'zi joyiga 6-7 ham bo'lib ketadi. Sababi buni past balandini ham hisobga olish kerak. Akalar rekaga to'g'rilab, uringa chiqarib berishyapti. Xo'p, garantiyasini aytib o'tib ketdik.
Misol, penadan lomboz qilaman degan akalar bo'lsa, qayergacha lomboz bosib berasizlar? Xo'p. Hozir aksiya bo'lib ketdi. O'zbekiston bo'ylab o'sha narxda qilib beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Demak, shu voha taraflardan ham Ha. zakaz bo'lsa, borib qilib berish Samarqand, bor. Sirdaryo, Voha hamma yoqlarga boraveramiz. Narx o'zgarmaydi akalar. Yaxshi. Aka, yana qiziq savol, buni tarkibida nimalar bo'ladi? Suv bo'ladi. Aha. 3 kilo sement, Aha. 35 kilo gips bo'ladi. Ha, bitta shu bayokda tayyorlanish. Bitta shunga Xolos. hamma narsa solinadi. Keyin bitta bochkamizda pena solinadi. O'sha qorishmalar aralashtirgan holatda Keyin shu quyib beramiz. pena lombozimiz tayyor bo'lar ekan akalar. Xo'p, fikringlarni kommentda kutib qolamiz. Penadan lomboz qilgan yaxshimi yoki loydan lomboz qilgan yaxshimi akalar? Menimcha ikkalasini ham o'rni o'ziga yarasha akalar. Xohlovchilar bundan qilsin, xohlovchilar loydan lomboz qilishlari mumkin. Lekin akalar, ba'zi joylarda loydan lomboz qilgan eski tomlarda o'sha nurab ketgan joylari bo'ladi, ochilib qolgan joylari bo'lishi mumkin. Aytaylik 20 yil, 15 yillik tomlarda o'shalarning ustiga ham lomboz qilsa bo'ladimi aka? Bo'ladi, agar remont bo'lmagan bo'lsa qilsa bo'ladi. Remont bo'lmagan Ya'ni remont bo'lmagan bo'lsa, endi bu remont bo'lgan bo'lsa, jicha-picha aytib-aytidan oqishi mumkin. Ha, uy tarafga oqishi mumkin. Bu oqishi suyuqli mumkin. bo'lgani uchun, Suyuq bo'lgani qatib uchun. olgunicha oqishi mumkin ekan. Lekin aytganimizdek, loyda ustidan ham qilsa bo'laveradi aka. Loyda ustidan ham qilsa bo'laveradi. Qilsa bo'laveradi. Demak akalar, savolinglar bo'lsa, mana usta akani o'zi nomerini yozib qo'yamiz. Qanaqadir savol bo'lsa, telefon qilaverasizlar, batafsil hisob-kitoblarigacha chiqarib berishadi. Xudo xohlasa. Pena lombozlariga garantiya ham berishyapti akalar. O'zbekiston bo'ylab penadan lomboz quyib berishar ekan. Demak, e'tibor uchun kattakon rahmat. Ma'lumotni foydali deb hisoblasanglar, ozgina mehnatimizni qadrlab, bitta like bosib ketishni unutmanglar. Usta aka, mehnatingizga Alloh baraka bersin. Rahmat. Salomat bo'linglar. Akalar, endi biz tomni bir qator ko'rsatib beramiz. Akalar, mana uy egalari vassani qoqib berishgan, tayyor qilib, usta akalar kelib, mana materiallarni chiroyli qilib solishib, lombozga tayyor qilib qo'yishgan. Xudo xohlasa, naryoqdan quyib kelishyapti, ko'rsatib o'tdi. Mana bu tarafdan quyib kelishadi. Va bu tarafni ham tugatib berishadi. Mana akalar. Xudo xohlasa bir xil bo'lib, chiroyli holatda chiqadi. Kvadrat anchagina katta. Uyni S shaklda qurishgan ekan. Ketovash chekkadan boshlab bu yoqqacha kelaveradi akalar. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Usta akalarimiz ko'ngildan chiqarib, chiroyli qilib xizmat qilib berishadi. Bo'ladi, hojik. Teparoq qilib Azizlar, mana quyish jarayonini qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Urvenga qo'yib olib, bir chekkadan quyib, bir xilda ko'tarib borishar ekan.